Maqsad Xitoy bilan tadbirkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash yoki bo'lmasam yashil makon loyihasi doirasida amalga oshirilgan ishlar va deputatlar tomonidan berilgan savollarga bilib bilmay jinoyatga qo'l urgan shaxslarimiz, tarix, ma'naviyat va kelajak uyg'unligi, o'sha buloq suvining isrof bo'layotganligi, ulfatlarning o'ziga xos bo'lgan mansabparastligi xususida gap boradi. Huquq adolatning mezoni sarlavhali maqolada esa Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, efirda 100% ko'rsatuvning navbatdagi soni. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida Yangi Sirdaryo gazetasining 43-sonida chop etilgan maqolalarning mazmun mohiyati xususida so'z yuritamiz. Ana shu maqsadda studiyamizga Yangi Sirdaryo va Novaya Sirdaryo gazetalari bosh muharriri Bahrom aka Boymurodovni hamda Sirdaryo viloyati bozor savdo uyushmasi bosh mutaxassisi Yo'ldosh aka Nurboyevlarni, shuningdek Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Davronbek aka Suleymonovlarni taklif etganmiz. Studiyamizga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimiz avvalida Yangi Sirdaryo gazetasining 43-sonida chop etilgan maqolalarning qisqacha mazmuni xususida so'z yuritsak, marhamat. Yangi Sirdaryo gazetasining 3-noyabrdagi 43-sonida ham bir qator qiziqarli va xalqimiz uchun manfaatli bo'lgan maqolalarga, xabarlarga urg'u berganmiz. Mana xabarlaringiz borki, o'tgan hafta mobaynida viloyatimiz rahbari Erkinjon Turdiyevning boshchiligidagi delegatsiyamiz a'zolari Xitoyning bir qator shahar va muzofotlarida bo'lib qaytishdi. Maqsad Xitoy bilan tadbirkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash va o'zaro aloqalarni yangi bosqichga olib chiqish nuqtai nazaridan investitsiyalar jalb etish ko'zda tutilgan va o'ylaymanki bu tashriflar bevosita nafaqat viloyatimizda barcha tuman shahar markazlarida tadbirkorlik faoliyatlarini turli jabhalarda, xususan sanoatda, qishloq xo'jaligida va boshqa sohalarda ham yanada rivojlanishiga zamin yaratadi deb ayta olamiz. Bu Sirdaryo va Xitoy hamkorlikning yangi bosqichlari sarlavhali maqolamizda aks etgan. Va o'z navbatida o'tgan hafta mobaynida viloyatimiz kengashining navbatdagi 23-sessiyasi bo'lib o'tdi. Bu sessiyada ham kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik yoki bo'lmasam yashil makon loyihasi doirasida amalga oshirilgan ishlar xususida mas'ul rahbarlarning hisobotlari tinglandi va deputatlar tomonidan berilgan savollarga atroflicha javoblar berildi deb ayta olaman. Huquq adolatning mezoni sarlavhali maqolada esa Ombudsmanning Sirdaryo viloyatidagi mintaqaviy vakili Shuhrat Alimov bilan suhbat uyushtirilgan. Bu suhbat davomida bugungi kunda inson huquqlari, ularga e'tibor Ombudsman tomonidan qanday amalga oshirilyapti va bevosita e'tiborga molik tomoni shundan iboratki, bugungi kunda bilib bilmay jinoyatga qo'l urgan shaxslarimiz yoki xotin-qizlarimizga ham ular tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor yoki bo'lmasam yordam masalalari Shuhrat Alimov tomonidan berilgan javoblarda aks etadi. Va yana shu tomoni borki, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoki bo'lmasam nogironligi bo'lgan shaxslarga bugungi kunda Ombudsman tomonidan berilayotgan e'tibor va ko'rsatilayotgan yordamlar xususida atroflicha fikr mulohazalar yuritiladiki, so'nggi vaqtlarda aholimizning ham o'zlarining haqlarini, huquqlarini tanish nuqtai nazardan 2024-yilga nisbatan 2025-yilga ularning murojaatlari Ombudsmanga bir qadar oshganligini kuzatishimiz mumkin. Tarix, ma'naviyat va kelajak uyg'unligi sarlavhali maqolada Guliston davlat universiteti prorektori Kozimjon Qudratovning UNESKOning 80 yilligiga Samarqandda o'tkazilayotgan UNESKOning 80 yilligi munosabati bilan prezidentimizning ma'ruzasiga bevosita sharhi berilgan. Bu ham barchamiz uchun bugungi kunda dolzarb maqolalardan deb bemalol ayta olaman. Mana xabarlaringiz borki, arxiv tashkil topganiga joriy yilda 106 yil to'ldi. Shu munosabat bilan tarixni asrash mas'uliyati sarlavhali maqolada bevosita Diyora Ismoilova arxiv ishi
undagi faoliyat yuritayotgan xodimlarning mas'uliyati va arxivda saqlanayotgan hujjatlarning yana ham kelgusi avlodlarga qanday yetkazib berilishi to'g'risida fikr mulohazalar bildirib o'tilgan. Malakali kadrlar zaxirasi maktab partiyasida shakllanadi sarlavhali maqolada esa Muhammad Ahmad tomonidan Mirzobod tumanida 5 va 1 umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilar bevosita ta'lim olish bilan bir qatorda muayyan kasblarga ham o'rgatilayotganligi va bu kasb hunarni puxta egallashiga e'tibor maktab ma'muriyati tomonidan barcha imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berilganligi xususida so'z boradi. Shu narsani ham ta'kidlashimiz kerak. Arxiv bilan bir qatorda joriy yilda kasaba uyushmasi faoliyatini ham 120 yillik to'ylari tantana qilinyapti. Umuman ishchi xodimlarning, barcha insonlarning bevosita qo'llab-quvvatlanishi mana shu kasaba uyushmalarining yaxshi, samarali ishlashiga bog'liq hisoblanadi. Va joriy yilda Oila va xotin-qizlar boshqarmasi bilan hamkorlikda kasaba uyushmasining o'zaro Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoki bo'lmasam yordamga muhtoj bo'lgan kam ta'minlangan xotin-qizlarni muayyan dam olishiga sharoit yaratib kelinmoqda may oyidan beri. So'lim maskanda hordiq chiqarib sarlavhali maqola xuddi mana shu ayollarimizning dam olish taassurotlari haqida fikr yuritishga chorlaydi. Oilaviy qadriyatlarni mustahkamlashda jamoatchilik nazorati sarlavhali maqolada viloyat hokimi o'rinbosari Oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i Nargiza Tojiboyevaning bugungi kunda saodat qo'rg'oni bo'lgan oilani saqlab qolish va unda yoshlarimizning, keksa nuroniylarimizning, buvijonlarimizning, otaxonlarimizning, onaxonlarimizning o'rni qanday va bugungi kunda bevosita mana shu qadriyatlarga, umuman yoshlarga o'rnak sifatida qanday ishlarni amalga oshirdik va qanday ishlarni amalga oshirishimiz kerak mazmunidagi fikr mulohazalar bilan tanishishimiz mumkin. O'z navbatida 3-Osiyo o'yinlarida ilk medalni qo'lga kiritgan Gulhaya Sattorova haqidagi qisqa xabar yoki Indoneziyadan maktub keldi biz tahririyatimizga. Bu Bekzod Abduvoyitov tomonidan Yurtim sharafi mening ilhom manbaim sarlavhali maqolada aks etadi. Bekzodning aytishicha, mana shu Sirdaryo viloyatida olgan ta'limi va unga ustozlarning o'giti yoki bo'lmasa ijtimoiy muhitning ta'siri ortida notiqlik san'ati bo'yicha butun dunyoda birinchi o'rinni qo'lga kiritishi yuzasidan faxr bilan shu narsani tilga olyapti. Va mana shunday yoshlarimiz bugungi kunda Sirdaryo viloyatida faqatgina men emas, balki menga o'xshagan yoshlar talaygina men bundan faxrlanaman degan tuyg'ular, hissiyotlar bilan tanishishimiz mumkin. Halima Xudoyberdiyeva ijod maktabi o'quvchisi Zulxoya Mingboyevaning she'rlari bilan ham gazetamiz sahifalaridan tanishishingiz mumkin. O'z navbatida shifobaxsh suv isrof bo'lmoqda sarlavhali maqolada Sayxunobod tumanidagi mana bu O'rikzor mahallasidagi Robot qishlog'i hududidan chiqayotgan buloq suvi haqida fikrlar yuritiladi va men o'ylaymanki bu yerga mas'ul xodimlar e'tibor qaratishi lozimdir. Sababiki 6 ta o'rnatilgan trubalarga bugungi kunda jo'mraklar o'rnatilmaganligi xususida boradi. O'sha buloq suvining isrof bo'layotganligi. Mutaxassis mas'ullar aytishadiki, agar bunga jo'mrak qo'yadigan bo'lsak, buloq suvini tarkibi o'zgarishi mumkin. Yoki boshqa degan barcha karsonlarni ko'rsatishyapti, lekin unda oqib turishi ham bilmadim, balki hech qanday shunchaki oqib isrof bo'lgandan ko'ra qandaydir bir yo'llarini topsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Ganaluluga elchi sarlavhali maqolada Muhammad Ahmad bugungi kunda ajoyib yozuvchimiz bo'lgan Erkin A'zamning
asariga to'xtalib o'tadi. Ya'ni bu asarni barcha yurtdoshlarimizga o'qishni tavsiya qiladi. Va kitob javoningizga mana shu kitob bo'lsa, hech ham afsuslanmaysiz. Sababiki bu yerda bir qancha ulfatlarning o'ziga xos bo'lgan mansabparastligi xususida gap boradi degan fikr mulohazalarga asoslanadi. Va o'tgan haftada barcha viloyatimiz jurnalistlari o'ziga xos bir tadbirni, hay'at yig'ilishini viloyatimiz muzeyida amalga oshirilganligi xususida ham muzeyda hay'at yig'ilishi sarlavhali maqolada tanishishimiz mumkin. UNESCOning 80 yilligi munosabati bilan bizning viloyatimizda ham bevosita 80 ming tub ko'chat ekish aksiyasi amalga oshirilganligi xususida gazetamiz sahifalarida tanishamiz. Bilamizki 1-dekabr OITSga qarshi kurashish kuni va o'sha endi bu faqatgina biz buni 1-dekabrdagina qarshi kurashishimiz kerak emas. O'zi aslida bu kasallikka doimiy, tizimli, muntazam kurashish bilan bir qatorda sog'lom turmush tarziga barchamiz ahamiyat berib kelishimiz kerak. Yoki bo'lmasam e'tibor qaratishimiz kerak. Xalqimizning bu kasallikning ofati yoki bo'lmasam uning kelgusidagi oqibatlari xususida muntazam doimiy ogohlantirib borishimiz zarur. Bugungi kunda viloyatimizda bu kasallikni ham 100 mingdan 9 ga 9 nisbatda to'g'ri kelishi aytilyapti. Endi bu albatta mutaxassislarning aniqlangan. Lekin aniqlanmagani qancha biz uni bilmaymiz. Shu sababdan ham barcha fuqarolarimiz shunday yuqumli kasalliklardan ogoh bo'lsa, sog'lom turmush tarziga rioya qiladigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bahrom aka, vaqt nuqtai nazaridan keling shu maqolalarning ichida bir tahliliy maqolalarimiz bor ekan, shularga bir qisqacha to'xtalib o'tsak va ushbu maqolalardan o'rin olgan fikrlarga batafsil to'xtalsak. Har yili kuz fasllari oralig'ida aholining oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji oshadi, narxlar o'zgaradi. Shunday paytda eng muhim masala bozorlarda barqarorlik va yetarli mahsulot zaxiralarini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Yangi Sirdaryo gazetasining navbatdagi maqolasi aynan mavsumga tayyorgarlik puxta bo'lsa mavzusiga qaratilgan. Aynan biz bu mavzuga to'xtalish maqsadida Sirdaryo viloyati bozor savdo uyushmasi bosh mutaxassisi Yo'ldosh aka Nurboyevni studiyamizga taklif etganmiz. Maqolaga o'zingizning munosabatingizni bildirsangiz marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli teletomoshabinlar. Sirdaryo viloyatida qish-bahor mavsumiga tayyorgarlik ishlari hozir qizg'in ketyapti. Har yili mana shu fasllar orada aholining oziq-ovqatga, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bilan ehtiyoji ortadi, narxlar o'zgaradi, talab ham ortadi. Shunday muhim paytda eng muhim masala bozorlardagi barqarorlik, yetarli mahsulotlarning zaxiralarini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Viloyatimizda qishloq xo'jaliklarining jamg'arish bu yilgi zaxiraga olinish bo'lgan viloyat bo'yicha 13.582 tonnani tashkil qiladi. Shundan 758 tonnasi bizda dehqon bozorlarimizga yo'naltirilgan. Bugungi kunda Yangiyer, Paxtabod, Qo'nchi, Qo'rg'ontepa, Bayovut dehqonlarida qish-bahor mavsumiga tayyorgarlik mahsulot jamg'arishi deyarli yakunlandi. Yangiyer dehqon bozori 500 bozorlar uchun belgilangan 758 tonna berilgan bo'lsa, shundan Yangiyer dehqon bozori 538 tonna, 120 tonna kartoshka, 180 piyoz, 170 tonna sabzi, 83 tonna guruch zaxirasi yaratildi. Bundan tashqari Bayovut dehqon bozorimizda 100 tonna kartoshkadan 50 tonna, Qo'nchi bozorimizda 90 tonnani yakunlab bo'ldi. Paxtabod va Qo'rg'ontepa dehqon bozorlarimiz ham 15 tonnadan 30 tonnani zaxirani oxiriga yetkazishdi. Mavsumda go'sht, sabzi, kartoshka, piyoz, shakar aholining eng ko'p talab qiladigan qishloq xo'jaligi mahsuloti hisoblanadi. Shunday ekan, biz endi mana bu narx-navoning asossiz o'sib ketishini oldish paytda ishchi guruhi tashkil qilgan. Bu ishchi guruhining tarkibida prokuratura departamenti, soliq, qishloq xo'jaligi hamda bozor savdo uyushmasidan tashkil qilgan. Hozirgi paytlarda mol go'shtini misol uchun tarqasida agar aniqlik kiritadigan bo'lsak, mol go'shtining misol uchun chetdan olib keltirilgan mol go'shtining 1 kilogramm narxi 70 mingdan
75 mingdan 80 mingdan 85 mingga, qo'y go'shtining narxi esa 90 mingdan 130 minggacha hozir sotilishi bozorlarda yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari aholini misol tariqasida ehtiyojini qandirish masalasida uzluksiz nazorat yoki bir bozorda agar dehqonda agar shu mahsulot turlari kamaysa, ikkinchi bozordan uni to'ldirish yo'llarini ham biz qo'llaganmiz. Bugungi kunda bozorlarda nafaqat savdo markazi, ijtimoiy hurmatli prezidentimiz 2025-yil 17-yil PQ 12-sonli qaroriga asosan aholi tomonidan yetishtirilgan, misol uchun kambag'al oilalar, farovon sari oilasida yetishgan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga biz maxsus rastalar ajratdik. Maxsus rastalarda 93 ta rastani ajratdikki, 93 ta shu aholi o'zini yetishgan. Ularga biz olib kelgan mahsulotlarga to'lovga chegirmalar ham qildik. Shunday qildikki, ularga sharoit yaratish maqsadida chegirmalar ham qilib berdik. Keyin bozor ma'muriyatlarida agar shu mahsuloti bo'ladigan bo'lsa, shu bozor ma'muriyati iloji bo'lsa, transportni ham oxiriga ta'minlab berishni yo'lga qo'yganmiz. Endi hozirgi kunda savol tug'iladi. Bu mahsulotlarda kelajakda bu mahsulotni saqlash, isrofgarchiligini, sifatini saqlash paytida mana hozir Bayov tumani dehqon bozoriga loyihasi 248 millionlik loyiha, muzlatkich poydevori ko'tarilgan. Chunki ana shu Guliston, undan tashqari Guliston dehqon bozori joy ajratildi. Joy ajratilib, xuddi ana shunday muzlatkichlar sifatli viloyatimiz aholisiga sifatli mahsulotlarni tayyorlab berishga imkon beradi. Sifati buzilmaydi. Ana shu to'g'risida hozircha bor kuchimizni ayamay ishlayapmiz. Aholi tomorqalarda yetishtirilayotgan mahsulotlar ham oziq-ovqat zaxirasiga qo'shiladimi? Shu haqida ham bir ma'lumot bersangiz. Bu aholi tomonidan olib kelayotgan mahsulotlar bu o'zlariga sotiladi, lekin biz undan tashqari o'zimiz zaxira yaratyapmiz. Misol uchun dehqon bozorlaridan zaxira yaratgan fermer xo'jaliklari, bu aholi kambag'al oila tomonidan yetishtirilgan hosillarni biz ularga maxsus rastalarga qo'yamiz, ularga chegirma qilamiz. Undan tashqari biz fermer xo'jaliklari bor, dehqon xo'jaliklari bor, tadbirkorlar bor. O'shalarga biz keng yo'l ochib berganmiz bozorlarda. Bunda hech qanaqangi muammo tug'ilmaydi. Chunki telefonlar bor, telefonlar ishlab turibdi. Agar qanaqa bir muammo bo'ladigan bo'lsa, bozor savdo uyush birinchi bizga chiqadi. Bozor savdo uyushmasiga. Agar biz dehqon bozorini birgalikda o'sha qanaqa muammo bo'ladimi, o'sha birgalikda hal qilamiz. Mavsumga tayyorgarlik puxta bo'lsa. Albatta yo'ldosh aka, mana bergan ma'lumotlaringizni barcha aholimiz eshitib o'tiribdi. Shu yerda ham bitta savol tug'ilyaptiki, mana shu aholi tomonidan yetishtirib bozorlarimizga chiqarayotgan mahsulotlarni sifati, ularni tekshirishi qanday yo'lga qo'yiladi? Bu juda o'rinli savol. Chunki men o'zim agar shu 2012-yilda agar shu bozor savdo uyushmasida ishlayotgan bo'lsam, har yili mana go'sht mahsulotlarini, qishloq xo'jaligida masalan veterinarning xulosasi bilan, veterinarning xulosasini olgandan keyin o'sha mahsulot yaroqlimi yo yaroqsizmi, o'shanda xulosa olgandan keyin sotuvga chiqariladi. Bundan tashqari veterinar xodimlari, vakillar bozorlarga biriktirilgan, hammasi buyruq asosida ishlaydi. Bundan tashqari sanitar epidemiologiya xodimlari biriktirilgan, tozalikka qaraydi. O'sha nimasini yo'lga ular qo'yilgan. Ular buni ish olib boryapti. Karantin va o'simliklar himoyasi vakillari ham bo'lsa, menimcha yaxshi bo'lardi, chunki sabzavot mahsulotlari ham to'g'ri. Endi savolingiz o'rinli. Albatta shuni kelajakda biz yo'lga qo'yamiz. Buni inobatga olib qo'yamiz. Albatta kuz-qish mavsumiga taraddud ko'rish ayni muhim masalalardan biri hisoblanadi. Aynan maqolamizning, gazetamizning navbatdagi maqolasida aynan qutqaruv tizimini kim qutqaradi mavzusiga ham alohida urg'u qaratilib, tizimdagi yangiliklar bilan birgalikda kamchiliklarga ham to'xtalib o'tilgan. Keling shu xususga so'z yuritsak, marhamat Davronbek aka. Assalomu alaykum. To'g'ri, endi men birinchi navbatdagi fikrim avvalo sarlavhasida birinchi navbatda mana shu o'quvchini o'ziga qamrab olishga undagan sarlavha qo'yilgan. Juda to'g'ri aytdingiz, qilinayotgan ishlarimiz bilan birgalikda o'zimizda balki o'zimiz ko'zimiz ko'rmagan kamchiliklarni ko'rsatib bera olgan. Buning uchun albatta jurnalistlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Lekin ba'zi bir narsalarga yuzaki qaralgan deb hisoblayman. Sababi
bizda mana favqulodda vaziyatlarni oldini olish yoki bunday vaziyatlarda harakat qilish, shu bilan birgalikda favqulodda vaziyatlar sodir bo'lgan hududda yoki binoda favqulodda vaziyatlarda bartaraf etish bo'yicha maxsus texnikalarimiz, yong'in qutqaruv uskunalari bilan jihozlangan. Endi aytib o'tishimiz kerakki, bizda mana shu maqola yozilishidan oldin barcha ma'lumotlarni o'zimiz taqdim qilayotgan vaqtimizda hech narsani yashirmasdan bizda favqulodda vaziyatlar tizimida shunday narsa borki, ommaviy axborot vositalarining har qanday shaklini vakillariga eshigimiz doim ochiq. Har qanday ma'lumotni imkon boricha agar maxfiylik talab va qoidalarga rioya qilingan holda beramiz. Lekin bu yerda mana 75-yilda ishlab chiqarilgan zil mashinalaridan hali ham foydalanilmoqda deganda biz o'sha paytda ham aytdik, bu zaxirada turgan texnikalar bo'yicha. Zaxirada turgani, bundan tashqari hozir bizda 11 ta shahar tumanimizda favqulodda vaziyatlar bo'limlari bo'ladigan bo'lsa, o'z navbatida 16 ta yong'in qutqaruv qismi bor. Va bu qismlarda to'g'ri zil avtomobillari zaxirada turgani bilan barchasida yong'in qutqaruv Isuzu texnikalari, Isuzu shassesidagi zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan. Endi aytishimiz kerakki, favqulodda vaziyatlarda har doim tayyor bo'lishimiz kerak va shu nuqtai nazardan rahmat aytamiz. Mana 20-oktyabrdan 27-oktyabrgacha o'tkazilgan aholini zilzilaga tayyorlash haftaligi doirasida so'z borgan. Bundan tashqari yana bitta narsani minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Mana shu Sayxunobod tumanida Hidoyat ko'chasida profilaktika uchrashuvida 4 nafar fuqaro ishtirok etayotganligi aytib o'tilgan va bu narsani ham to'g'ri ba'zi hollarda aholini bu borada bilim va ko'nikmalari yetarli emas yoki qiziqish kam deb ifoda etsak bo'ladi. Ikkinchi tomondan bunda o'zimizda ham bir qancha kamchiligimiz bor. Sababi endi o'ylashimiz mumkin, 4 nafar fuqaro bilan bitta ko'chani o'zida bir vaqt o'zida paydo bo'lgan 4 nafar fuqaroga qisqa yo'riqnoma tushuntirish bersa, mana shunday tadbirlardan kun davomida 10 marta qiladigan bo'lsa, o'z navbatida 40 nafar fuqaro qamrab olinadi. Bu bitta xodim, shaxs tarkib tomonidan. Agar bo'limda 12 ta bir vaqt o'zida 12 ta xodim mana shu profilaktik tadbirlarga chiqishini inobatga oladigan bo'lsak, bu raqam yana 12 marotabaga ko'paytirilsa bo'ladi. Lekin hozirgi paytda targ'ibot tadbirlarini kuchaytirish uchun biz zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishga harakat qilyapmiz. Uyma-uy yurish orqali ham shu bilan birgalikda monand ravishda Telegram ijtimoiy tarmog'i yoki veb-saytlarimiz orqali aholini ogohlikka chorlashga harakat qilyapmiz. Qutqaruv tizimini kim qutqaradi? Haqiqatan ham to'g'ri ta'kidladi Davronbek. Demakki, bu o'rinda biz aholimizni ham doimiy ogohlikka, favqulodda vaziyatlardan sergaklikka doimo chaqirib borishimiz kerak ekanda. Davronbek aytganday, bugungi kunda barcha tashkilotlarga ham shu narsani eslatib o'tishni yana bir karra joiz deb bilamanki, muayyan tashkilotlarning o'zini Telegram tarmoqlarini faqat ularning o'zlariga mas'ul bo'lgan xodimlar kuzatishadi. Lekin ommaviy axborotda yoritilgan masalalarni butun jamiyat kuzatishadi. Va o'z o'rnida shu narsani aytishim kerakki, meni bitta narsa qiziqtiryapti. Mana bu joyda Mirzobod tumanining Bahoriston mahallasi yong'in qutqaruv xizmati hududiy bo'linmasigacha 57 kilometrni tashkil etadi. Bunga Xovos tumanining 13-yong'in qutqaruv ekipaji jalb etiladi. Vaholanki har bitta yong'in qutqaruv xizmati 15 kilometr radiusdagi hududga xizmat ko'rsatishi kerak. Mana shu masalada ham to'xtalib o'tsangiz. Aynan shu savolni kutgandim. Shuning uchun bu haqda to'xtalib o'tmaganman. Bizda xalqona usulda tushuntiraman, Guliston tumanini misolda oladigan bo'lsak, hozir Bahoristonga ham to'xtalamiz. Guliston tumanini misolda oladigan bo'lsak, Guliston tumani yong'in qutqaruv bo'limi tumanda markazida, Dehqonobod shaharchasida joylashgan, to'g'rimi? U tuman markazidagi asosiy iqtisodiyot tarmoqlari obyektlari o'sha yerdaligi inobatga olingan holda joylashtirilgan. Lekin o'z navbatda mana bu yerda Ulug'obod shahar mahallasi bor bizda, Guliston shahrimizda. Undan keyingi mahallalar ham o'z navbatda tumanga qaraydi, Guliston tumaniga. Bunday vaziyatlarda mana shu hududda yong'in sodir bo'ladigan bo'lsa, hech qachon tumandan kelmaydi bizga. Tumandan kelguncha u yerda nima holat bo'lishini Xudo biladi. Shuning uchun birinchi navbatda bizda mana eng yaqin hududlardagi yong'in qutqaruv ekipajlari chiqishi uchun favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'ining buyrug'i bor. Bu chiqish hududlari bo'yicha xuddi mana shunday tartibda butun viloyat yoyinki butun respublika qamrab olingan. Endi Mirzobod tumanini mana shu jurnalistik mana shu maqola yozayotgan paytda surishtiruv desak ham bo'ladi. Biz alohida bu narsaga hujjatlar taqdim etdik. Endi aytishimiz kerakki, mana shu Bahoriston mahallasi bizda Xovos tumaniga yaqinroq joylashganligi uchun
Xovos tumanining 13-kasbiylashtirilgan yong'in qutqaruv qismi bor. U yerdagi Isuzu avtomobildagi yong'in qutqaruv ekipaji mana shu Bahoriston mahallasigacha 7 kilometr orasi. Va ular tezroq keladi. Kelishini inobatga olgan holda u yerdan bizda yong'in qutqaruv ekipajlari chiqib boradi. Qo'shimcha ravishda Mirzobod tumanining markazidagi bo'lim ham yo'lga bir vaqt o'zida harakatlanadi. Bizda markaziy dispetcherlik xizmati bor. Viloyat hududida sodir bo'lgan har qanday favqulodda vaziyatlarni boshqarish, ya'ni tezkor boshqaruv markazimiz bor. Boshqarib turiladi. Yana shuni alohida aytishim kerak. Bizda hududlar 1-chi, 2-chi, 3-chi chaqiriqlarga bo'lingan obyektlarimiz ham. Shu nuqtai nazardan agar yong'in 1-chaqiriqda obyekt bo'ladigan bo'lsa, o'sha hududga qarovchi yong'in qutqaruv ekipaji ikkita bo'linmasi chiqadigan bo'lsa, o'z navbatida 3-chaqiriq bo'ladigan bo'lsa, barcha viloyatdagi eng yaqin hududlardagi, kerak bo'lsa qo'shni viloyatlardagi yong'in qutqaruv ekipajlari ham bir vaqtda jalb etiladi. Suhbatingiz uchun, bildirilgan fikr mulohazalar uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bahrom aka, aziz ko'rsatuvimiz mehmonlari, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ko'rsatuvlarimiz davomida albatta bu mavzularga biz yana qaytamiz. Aziz teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Kelasi ko'rsatuvlarimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.